Men hech qanaqa Maldiv yoki Antaliyada emasman. O'zimizda shunaqa zo'r joy ochilganini bildinglarmi? Endi chet el plyajlarini ko'rib orzu qilib o'tirish shart emas. Negaki Yangi O'zbekiston bog'ida Orzular sohili degan zo'r plyaj ochilibdi. Tiniq havo, rang suv, oyog'ingiz tagida g'ichirlab turgan qum, yovvoyi soyabonlar, dekoratsiyalar, lijaklar, xullas bu yerga kirishingiz bilan kayfiyatingiz maksimal ko'tarilishi aniq. Agar siz Yangi O'zbekiston bog'iga cho'milish uchun kelmagan bo'lsangiz ham, sochiq cho'milish anjomlari, plavka va xavfsizlik ballonlarini olsangiz bo'ladi. Lijaklarni qarang, har birining tepasida o'zini soyaboni bor. Eng muhimi, bu yerdan tog'lar ko'rinib turadi. Lijakdan turmagan holda bitta knopka bilan oldingizga yegulikmi, suvmi yoki shunchaki xodimni chaqirsangiz bo'ladi. Aholasingiz food zonasiga borib, istagan fast foodlaringiz, pitsa, yaxni ichimliklarni bemalol zakaz qilib, maza qilib dam olsangiz bo'ladi. Bu yerning xavfsizligi ham menga juda yoqdi. Maxsus qutqaruvchilar doimo shay turibdi. Issiq kunda badaningiz qizib turganda mana shu suvda maza qilib cho'milib, keyin quyoshda tovlanib yotishga nima yetsin? Eng muhimi, oilaviy kelsa ham bo'ladigan zo'r joy bo'libdi. Dushanbadan payshanbagacha oldi qatordagi lijaklar kattalarga 150 ming, kichkinalarga 120 ming. Shu narx ichida sochiq ham qo'shib beriladi. Orqa qatordagi lijaklar esa kattalarga 120 ming, kichkinalarga 100 ming so'm. 3 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga bepul. To'liq praysni Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Orzular sohili har kun ertalab 10 dan kechki 10 gacha ham ishlaydi. Aynan shu joygacha mashinada kelsa bo'ladi. Buni lokatsiyasini Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Bu videoni yozda maza qilib dam olmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'ying.